Allahu Hak Subhanahu ve Teala yanınımdaydı. Ve kunu me'as sadikin. İfendilerim, sizler rastçıl, işencilik kişiler bilen billi bulanla, sadıklar bilen billi bulanla. Sadıklar degen kimler? Ularning aşundak niyeti bilen emeli hareketi udul kiladigan mushunda holatdagi bandalar bilib billi bulanla. Niyetingni boshqacha, qilgan amalingni boshqacha. Bunda holatning o'zidagi joil insonlardan bilib qolmanglar. Bu yerdagi sodiqdan murod Hazreti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ve onun o'xshashlari bo'lgan bandalar bo'pti. Mana bularning tili bilan dili o'xshash chiqqan kishilar edi. Mana bu Hazreti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taala anhuga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Siddiq degan nomni bergan. Yani bu zotni Allohni tasdiqlovchi, Allohning payg'ambarini tasdiqlovchi, Allah'ın şeriatini tasdiqlovchi, Allah Teala o'tirib qo'ygan hukmlarni tasdiqlovchi, mayli u ko'zi ko'rsin, ko'rmasin, Cenab-ı Ulug' Allah Tebarek ve Teala Kur'an orqali o'tirib qo'ysa, payg'ambar ini o'tirib qo'ysa, ini o'ziga batahqiq ishini degan, mushunda holatning o'zidagi Abu Bakr radhiyallohu anhuga o'xshash ve onun emsallari, ining o'xshashlari bo'lgan sahobalarga o'xshash dünyadaki haqiqiy sadaqatman bandalarga o'xshash bo'langlar. Yani aqidada shularga o'xshash bo'langlar, arzu istakda shularga o'xshash bo'langlar, ibodat jihatda shularga o'xshash bo'langlar, muomalat jihatda shularga o'xshash bo'langlar, axloq jihatda ana shundoq rasul bandalar bilan billi bo'langlar. Cenab-ı Allah Teala mana shu oyatda kunu ma'as sodiqin, sizlar ey bandalarim rastchil ishonchli kishilar bilan billi bo'langlar deganning ma'nosi sizlar aşı sadaqatman bandalarning o'zidanki ashunday qat'iy uzanglarni elinglar. Mana Allah Tebarek ve Teala bu oyatda alohida sizlar bizlarni ikkinchi qilib rastchil bandalar bilan billi bo'lishga Allah Teala chaqiriq qiladi. Şu her bir mümin musulmonlar biz hozir qaraydigan bo'lsak, bizningki tilimiz bilak, dilimiz bilak, ashunday niyatimiz bilak, amaliy harakatimiz bilak. Mushunda holatda bo'lib ketish bu Allah Tebarek ve Teala ve Tekaddes'nin aldığı bağında bizlerini do'zaxga tiqadigan mesele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde rastçılık mana bu yaxshilikning qatoridir. Rastçılık adamning o'zini hidoyatga yetaklaydi. Hidoyat odamni jannatga yetaklaydi. Agar shunday kizbi, yolg'onchilik bo'lsa, bu yomonlikning qatoridir. Yomonlik degan odamning o'zini zalolatga yetaklaydi. Zalalet adamını do'zaxga yetaklaydi. Shuning uchun biz her bir mümin musulmonlar dilimiz shundoq dilimiz, tilimiz, amaliy harakatimiz o'xshash holatdagi musulmonlardan bo'lish kerak. Shunga Allohu Hak Subhanahu ve Teala bu oyatning o'zida sizlar bizlarni rastchil sadoqatman bandalar bilan billi bo'lishga Allah Tebarek ve Teala chaqiriq qildi. Shu munofiqlarning Allah Teala Qur'oni Karimda tilga ilib وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. İnsanların işitin bir türküm kişileri var. Bunlar Allah Teala'ya işendik deydi, ahiretki işendik deydi. Velakin Allah ötüdü ki وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Onu mümin emez. يُخَادِعُونَ اللّٰهِ. Bunlar Allah Teala'nı aldayımız deydiğen hilegerler bula. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ. Aldamaydı bula, fakat aldayısı üzle aldaydı. Degen anı aşı ayetinin özüge karısınız, manet onların özü tilda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ını boğan bilen, velakin emeli hareketlerine karısınız, azdır köptür dini faaliyeti kılgan bilen, velakin onların kalbide aşından küfrü, kalbinin nifak, kalbide müşünnak Allah'a nispeten hata tunuş, Peygamber'e nispeten hata tunuş, Allah'ın dinine nispeten hata tunuş, ya ki Allah'ın tevhidine şak kılış, Peygamber'in nebuvvetine şak kılış, İslam'ın hakikatine şak kılış, guman kılış, fi kulubihim meraz, şu arkalık kalbide kesel onap ketken, bunda haletinin üzerindeki insanlar böyle rasil emel.